uylantirib qo'yasan. Voy ada. Nima deysan? O'yin-ku. Men uchun o'yin emas bu. Nariga qara. Va qarama. Uylantirib qo'yasan. Mana bo'ldi. Endi siz nima qilasiz? Bale. Shartni bajarasiz. Qanaqa shart? Bu o'shani bilasiz. Bo'pti. Men boshlayman. Xo'p. Yashayapsiz. Buni qarang. Nima o'lishim kerakmi-da? Men bilan sizga bir qadam yaqinlashdim. Yeb qo'ydi. Bargalimmi? Hop, yaxshi. Shunaqa shartim bor. Otangni o'g'irlasa qo'rqamisan? Yeb qo'yding, bolam, yeb qo'yding, ikkita o'ldi. Opani olib siz yeb qo'ymaysiz, bo'ladi. Ishim bo'lmasa bunaqa yoshda yeb qo'yishmaydi, xotiraman. Qani? Qara. Yedingiz? Yasha. Endi shartimni eshiting. Adajon, men ishga ketaman. Siz navalingizga ertalab qachon qarab turasiz? Boshqa sharting yo'qmidi? Bolaning tagligini men almashtiraman, men. Ko'tiga narsa toshib ketsa-chi? Ada, bahona qilmasangiz-chi. Lalaku bor ekanki, xavotir olmang. Allergiya bermaydi, narsa toshirib yubormaydi, xomashyosi chet eldan keltiriladi. Eng asosiysi havo o'tkazib turadi. Bola mazza qiladi. Siz yaxshilab qarab bersangiz bo'ldi. Men Lalakuga ishonaman. Bo'pti, tezroq kel, ishim bor. O'tir, tanlab o'tiz. O'ynamayman, ada. Men piratga uylanmagunimcha o'ynayman, tushundingmi? Yo'q, qo'ying. O'ynaymiz.